Odamlar bir-birini yaxshi tushunish uchun dardlari o'xshash bo'lishi kerak. Dardi sizga o'xshash odam sizni yaxshi tushunadi. Ya'niki onasi yo'q odamning dardini yaxshi tushunadi. Qarzga botgan odamning dardini yaxshi tushunadi. Qolgan odamlar maslahat berib qo'yadi, unday qilishing kerak, bunday qilishing kerak, sabr qilishing kerak deb qo'yaveradi. U oson ularga. Xuddiki ularni qoni to'q qondosh bilan nima ishi bor deganga ham o'xshatsa bo'laveradi. Lekin o'sha dardlari bir xil bo'lgan odam bilan dardlashsangiz maza qilasiz. O'shaning uchun ular bir-birini yaxshi tushunadi. Oddiy misol, bir ichgan odam bilan o'tiring, o'tira olmaysiz, u bilan ichgan odam o'tirish kerak. Bu endi bir qo'pol o'xshatish-ku, lekin shunaqa. O'zingizni dardingizda dardi bor odamni topmasangiz mazza-da. Odamlar bir-birini yaxshi tushunish uchun dardlari o'xshash bo'lishi kerak. Dardi sizga o'xshash odam sizni yaxshi tushunadi. Ya'niki onasi yo'q odamning dardini yaxshi tushunadi. Qarzga botgan odamning dardini yaxshi tushunadi. Qolgan odamlar maslahat berib qo'yadi, unday qilishing kerak, bunday qilishing kerak, sabr qilishing kerak deb qo'yaveradi. U oson ularga. Xuddiki ularni qoni to'q qondosh bilan nima ishi bor deganga ham o'xshatsa bo'laveradi. Lekin o'sha dardlari bir xil bo'lgan odam bilan dardlashsangiz maza qilasiz. O'shaning uchun ular bir-birini yaxshi tushunadi. Oddiy misol, bir ichgan odam bilan o'tiring, o'tira olmaysiz, u bilan ichgan odam o'tirish kerak. Bu endi bir qo'pol o'xshatish-ku, lekin shunaqa.